Bismillah. Bo'ldimi? Boshlayveraylikmi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizda bemor 38 yosh, bularda o't pufaklarida polipoz aniqlangan. Shu hisobdan bunaqa bemorlarda polip aniqlangan mahalda tavsiya qilinadi oshqozon va yo'g'onchak traktlarini dinamikada ko'rish. Agar qo'shimcha poliplar aniqlanadigan bo'lsa, bu poliplar endoskopik yoki kolonoskopik ravishda endoskopik ahamiyatga ega bo'lsa olib tashlash. O't pufak polibi razmerlari 3-9 mm, 4 mm bo'lganligi sababli bunaqa poliplar faqat nazorat qilib turiladi. 5 mm dan yuqori poliplar tavsiya qilinadi o't pufakni olib tashlash. Sababi ertaga bu poliplar katta bo'lib ketadigan bo'lsa, o't pufak saratoniga ham olib kelish ehtimolini beradi. Bemorimizda oshqozon shilla qavati yallig'langan, surunkali gastrit tipida oshqozonda o't suyuqligi aniqlanadi. Ko'p miqdorda bu bemorlarda og'iz hidlanishiga sabab bo'ladi. Oshqozondan 12 barmoqli ichakka o'tkazadigan prepilarik jomda yuzaki eritemalar va mushaklarning qalinlashishi bulbit belgisi va 12 barmoqli ichakda yuzaki yallig'lanish belgilari kuzatilyapti. Hech qanaqa organik boshqa o'zgarishlar ko'rilgani yo'q. Bu bemorimiz gastroenterolog nazoratiga tavsiya qilinadi. Agar poliplar ko'riladigan bo'lsa, u holatda gistologik tekshiruvga biopsiya olinadi. Gistologik tekshiruvda polip turi aniqlanadi va shu turga qarab turib davolash taktikasi belgilanadi. Agar adenomatoz poliplar aniqlanadigan bo'lsa yoki железистый polip deydi, unaqa poliplar aniqlanadigan bo'lsa, tavsiya qilinadi unaqa poliplarni tezroq bartaraf qilib tashlash. Sabab adenomatoz va железистый poliplar, adenomatoz polip onkologiyaga o'tish ehtimolini beradi. железистый poliplar bu qon ketish xavfini tug'dirishi mumkin. Endoskopik tekshiruvlar yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni klinikaga murojaat qilsangiz, bizning klinikada bemorlar to'liq uxlatilgan holatda va hech qanaqa endoskopik nojo'ya ta'sirlarsiz sifatli ko'rib berishga harakat qilamiz.